Toshkentda xonalarimiz 85 ming so'mdan boshlanadi. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, eng asosiysi sanuzel ham ichida azizlar. Bunaqa narsalar faqat bizda bo'ladi. Bu 4 kishilik xonamiz bo'ladi. 3 kishilik xona bor, 2 kishilik xona bor, oilaviy xona bor. Oilaviy xonalarni ko'ramiz. Undan oldin bitta like bosib qo'yinglar, manzillar zo'r joyda joylashgan. Bu oilaviy xonamiz. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, xolodilnik, sanuzel, hamma sharoit bor. Sanuzel ko'rsanglar bo'ladi bemalol azizlar. Manzilni hozir tushuntiraman. Undan oldin bitta like bosib qo'yinglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Manzil Shota Rustaveli 36 Jon Tower mehmonxonasiga xush kelibsizlar azizlar. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyalar ham bor. Shu videoga bitta like bosib qo'yib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Mehmonga bemalol kelinglar Toshkentga. 85 ming so'mdan xonaga baho beringlar azizlar. 85 ming so'mdan boshlanadi bu 3 kishilik xona. Ko'rasizlar, atmosferaga qaranglar. Xonada televizor, konditsioner, Wi-Fi, eng asosiysi sanuzel ham ichida ekan. Xonalarimiz toza ozoda, jiyan bilan kelgan paytda jiyanga ham joy bor. Bu 3 kishilik xonalar. Endi oilaviy xonalarni ko'ramiz. Ungacha like bosib qo'yinglar. Bu oilaviy xonamiz azizlar. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, eng asosiysi sanuzel ham bor. Bemalol kelsalar bo'ladi. Xonalar toza va ozoda. Manzil tushuntiraman, ungacha bitta like bosib qo'yinglar. Toshkent bozoridan yaxshi ko'rib ketdik. Manzilimiz Iftixor 82 Jon Tower mehmonxonasi. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga lokatsiyalarni bemalol kiringlar azizlar. Shu videoga bitta like bosib qo'yamiz.